Bismillah do'stlar, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat qush bozoridamiz. Bozorda o'rtasidan video qilyapman. YouTube uchun bo'ladi inshaalloh, yarim soat. Narxlarni sizlar uchun bilib beraman inshaalloh. O'zimizni qushlardan boshlaymiz. Blackface nar $110, Blackface jup $230, $220. Double black bo'lsa $300 oxiri. Narlar bo'lsa 100 ming so'mdan. Tayyor narlar. Endi inshaalloh hozir sizlarga bu Texasmi aka? Texasda Gladkisi. Necha pul jupa? tayyor jup bo'lishi 600 ming aka. Bo'lishi 600 ming so'm. Telefon nomeringiz necha? 91 91 325 325 28 28. Bo'ldi, telefon qilishadi inshaalloh. Bu namanganlik do'stlarimizning qushlari mana. Ko'ryapsizlar. Amadinkalar narxini bilib bering degan odamlarga o'z amadinkalar narxini bilib beraman inshaalloh. Mana shu amadinkalar ko'rdim. Necha puldan ekan amadinkalar xo'sh tog'a? Assalomu alaykum. Jup 80 ming bo'lib qoldi. Tayyor. Telefon nomeringiz necha? Telefon qilishadi. Uyda seyrobmi? Yo'q, men borini. Ha, bori shu. Bo'ldi, telefon nomerlarini bermadi. 80 ming so'm tayyorni jupi bo'lib qoldi. Ha, bular necha pul babichkalar? 350 ming. Ha? 350 ming. Ha. Bular necha oylik bular? 6 oylik. Ali yosh ekan, ha? Ha, Ali yosh ekan. Ali yosh ekan 350 ming so'mdan ekan. Uyda seyrobmi? Yo'q, uyda serob. Ushab turing bo'lmasa. Hozir kelaman, ha. Qaranglar. Odam nihoyatda ko'p. Qaysi o'lyapti? Qora qanotmi? Berib yubor bitta hamtasiga o'lmasidan oldin. Bitta hamta yosh bolaga berib yubor, dori qilib tuzatib yuboradi. Bular necha pul ekan aka? Malado'ylar. 200 ming. Radujniyda och svet ekan. Bu necha pul bo'ldi aka? 290 mingga oldim. 290 mingga oldingiz. Tayyormi? Tayyor. Nomi nima? Resivimi? 290 ming so'm bo'ldi. Mana narxlar sizlarga. Mana katta qushlar so'ragan odamlar, katta qushlar bormi deganlarga. Bu nomi nima edi buni? Razella. Razella necha pul? Bu 2 milyon 200 ming so'm. 2 milyon 200 ming so'm. Ishlagan. Amad chapdim shug'i sinib. nodan chapdim shug'i siniq ekan. Giriboy tushganmi? Shuni ham giriboy deydimi? Yo'q, sinib qolgan. Buni ishlashiga umuman anaqasi yo'q. Amadinkalar necha pul? Amadinkalar 40 mingdan. 40 ming so'm. Bu nar necha pul? Nar bilmadim kimga qo'ydim. Razella nar bor. Necha pul razellana? Ishlagan nar 1 million. 1 million. Mana sariqlar nima? Bu pepsi, rubi Pepsi rubillar necha pul? 2 million. 2 million. Telefon nomeringiz necha? 77lik 77lik 351 351 63 03. 6303. Telefon qilaverasizlar. Mana shu katta qushlar kerak bo'lsa. Inshaalloh mana hozir bu qush bozorini ko'rsatyapman sizlarga. Bu nemislar necha pul ekan aka? Necha pul? Jupani. Jupi 500 ming so'mdan ekan, mana Spinger nemislar mana. Qarang. Bu bolajon malades. Qushni necha pulga olding? Ha? 200 mingga olibdi mana. Miramirda 200 ming so'mga. Malades. Qush boqishni boshlayapti bu ham. Bu YouTube'ga inshaalloh. YouTube'ga bo'ladi. Radujniyda mana tinig'idan ushyapti. Farqiga boradi bu. Necha pulga olding? 150. Qayerdan olding? Talpani ichidan tanlab olibsan, ha? Ha? Arzon 150 ga. 150 ga arzon olibdi, mana qarang. Boshlarida tulov bor, tulovlari chiqqandan keyin Hozir ham unga tayyor bo'ladi. moda ham tayyor bo'ladi, fioletoviy mana. Bozorda shunaqa arzonlari ham uchrab qoladi.
Bu biladi-da bu. Bu boradi-da, to'lovdan chiqarib turib 600 ming qo'yadi. Telefon nomeri nechi? Bu Qo'qondan kelgan bu. Nechi? 91lik 91lik 056 056 35 52. 35 52. Men bir marta bundan xush olganman. Qo'qonga borib, ating borsa mashq tutishni olib chiqqan, mashinadan olganman. O'shanda ham mashina qilgan bu. Bozordan arzon olganda menga Qimmat sotgan. boblagan bu, xullas. Qimmat sotgan. Qimmat. Aka, bu nima degan qush ekan, aka? Sliva galoy. Nech pul ekan bu? Ha? 350 dollar. Ya, double bilek bilan bir xil ekanda narxi. Telefon nomeringiz necha? Bu nech pul? Mana uni narxini ayting. 2 million 600 ming. Ana Sliva galoy kerak bo'lsa, telefon nomeringiz necha? 91lik 883 70 79. Eshik Marg'ilonda, Yormozorda. Bo'ldi inshaalloh. Mana katta qush boqadigan aka. Qushlarni bolaligidan, gineznoydan olib, kasha bilan boqib, rushnoy qilib sotadigan akani oldiga keldi. Inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bular nech pul? Bular ajrellarmi aka? Sariqlari ham bor ekan-a? Nech pul sariq aka? 220 dollardan donasi. Tayyormi? Tayyor. Qachli tayyor. Zilyonizchi? Zeyonlar tayyor, ishlaydiganlar. 120 dollardan donasi. Ha, zilyonniyda donasi 120 dollar. Narigi 220 dollar. Ha, farqi qimmat ekan-da, qarang. Bittani puliga ikkita kelar ekanda. Keyin bu akamiz bug'doy 7 xil donni undirib turib olib chiqyaptilar bozorga. Marg'ilonda eshik telefon qilib uydan olib ketsalar ham bo'laveradi. 1 kilosi 25 mingmi, 30 mingmi? 30 ming so'm. Telefon nomeringiz necha edi? 90lik 303 52 25. Agar Toshkentda bo'lsangiz, mana shunaqangi qushlardan, sariqlardan kerak desangiz, bir jup chiqarib oling desangiz, inshaalloh akamiz shuna korobkaga soladilar-da. Dastavkasini ichida ham qilib beradi. Maşallah. Alloh ajringizni bersin aka. Qiziquvchilarga mana bir jup uyga tashab qo'yasiz-da, boqasiz. Kesimi ham katta. Bir qarichdan katta kesimi, dumlari bilan. Telefon nomeringizni ayting inshaalloh. Bo'ldi aka. Aka, amadinkalar nech pul amadinkalar? Aytavering. Tayyormi? Tayyor narlari. Narlar nech puldan donasi? 40 mingdan donasi. Donasi 40 ming so'mdan bo'lib qoldi narlar. Qaling, akalarimiz qayerdan ekan? Namangandanmi? Anjandan kelishibdi mana akalarimiz. Karello nima degani bu aka? Pokiston. Buchi oqi? Dubay. Pokiston, Dubay. Nech puli? 600 ming so'm. Buchi? 500 ming so'm. 500 ming so'm. Mana u Angolka deysizmi, nemis deysizmi, mana shunaqasi bor ekan, mana yotishibdi. Bular nech pul? 600 ming so'm kami bor. 600 ming so'm kami bor. Aka, buchi qizil. 2,5 million kamini qo'ydim. 2,5 million kami bor. Yana qaysi sortidan bor qushda? Finant bor. Finant nech pul finant? 400 dollar. 400 dollar kami bor. Buchi? 1,5 million moda. Bu 1,5 million modani o'zi. Amadinkalar nech pul bo'lib qoldi? Andijonliklar hammasi hozir amadinka boqishga o'tib ketdi. Qandaydir? 100 ming so'm jupa. Tayyor, a? Telefon nomeringiz necha? 94lik 776 97 77. Andijonda qayerdan senda? Shaharda o'zidan. Andijonliklar oqtarib qolsa bexos shaharda o'zidan ekanlar. Telefon qilaverasizlar akaga, andijonliklar. Uzoqdan qush olmaysizda, yo'l kirasi bilan qimmat tushib ketmaydi-da, bir jup zaril bo'lsa akaga telefon qilib olaverasiz. Endi mana qafaslarni inshaalloh sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Ashirda Namanganlik do'stlarimiz ham bor. Ashularni ham bitta qushini olib qo'ying inshaalloh. Namangandan kelishyapti. Atang mana shu yerga savdo qilib, mana akamiz. Spinger babichka deganlari mana. Spinger babichkalar.
Oga spingle babichkasi nechi pul ekan aka? 150 dollar. Aka. Aka 150 dollar. Radujni nechi pul bo'pti? Ha? Oldi. Buni-chi sotasiz? Men narx aytsam buncha qimmat deysiz, lekin 150 dollar deysiz-da buni. Qimmat deganim yo'q. Hozir 150 dollar bu sizdanmi? Marg'ilondan. Namangandan keldi sizlar. Namanganda ekan akamiz. Bular hammasi sizlar. Ha? Telefon nomer nechi? 77 345 77 66. Mana angolkalar ham bor ekan. Nemislisimi, angolkami. Bu nechi pul? Bu 300 ming so'm ekan. Bularning narxini bilasiz-a? Nechi pul bu? 130 dollar. Bunisi-chi? Braziliyamiz 120 dollar. 120 dollar. 750 ming. 750 ming. Sariq. Bu sariq 600 dollar. Onu resiviylarchi amadinkalar. Ya o'sha pasti yaxshi. Bu resiv amadinkalar nechi pul ekan? Jupa. Jupa 400 ming so'mdan, kafening sveti 750 ming. Mana ular mana angolka deysizmi, nemis deysizmi, mana yiri-yirilaridan inshaalloh. Bular nechi pul ekan aka? 100 dollar, bag'daysi 200 dollar. Ha, bunisi 200 dollar. O'zi ham ikki hovuch ekan bag'daysi. Nihoyatda yiri ekan. Mana u qushchi bu, maskami? Maskalar O Türkiye'ler kıymet ekan. Jupa 800 ming. Jupa 800 ming. Nomer nechi ana son aka? 97 lik 97 lik 250 0504. Namanganda akalarimiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilib olishlari mumkin. Mana bu pastdagi ham nihoyatda yiri ekan. Maşallah, maşallah, maşallah. Telefon qilaverasizlar akalarga inshaalloh. 12 minut bo'ldi deyapti. Mana Meraj 3 ga so'raganlarga, Meraj 3 galarning narxi nechi pul aka? Og'a Meraj 3 ga nechi pul? 250 ming. Jupa? 2 jup, 250 mingdan 500 ming so'm. Karellolarchi uzurak. Karellolarchi 500. Oqlar. Buchi 400 ming. Babichka. Buni ham babichkasi bormi Karello? Qani? Qorasi kam bo'ladi. Burasida qora ko'p bo'ladi. Guli ham ozgina bo'lar ekan. 170 ming. Halla olaver. Jupa. Sen nimaga chiqding, baykachi? Qush olganimi, sotganmi? Oldilaringmi? Nechi puling bor? O'zing to'plagan puling yo'qmi? Mana bolajonlar ham dadasi bilan qush bozoriga chiqib YouTube'da ko'rasan o'zing. Marg'ilon kombinat qush bozori inshaalloh. Va alaykum assalom. Tinchmisiz? Sizning aka. Yaxshi, tinchmi? Qarang. Sachoylar nechi pul? 20 ming so'mdan. Mana unimi, mana u narsa? Bu suydishmi? Mana u yangi usulda suydishdan chiqibdi, qaranglar. Battan suv tushaveradi-da. Suv tugab qolmaydi. Bu qanaqa qushlarga? Papugaylarga ham. Bu mashina nechi pul mana bitta plasmassa? Bu baklashkasi bepul. Mana 10 ming ko'proqqa kami bor. 8 ming kami bor. 8 ming 10 ming. Kami bor. Kami bor ekan. Mana kalsolarning xilma-xili bor, kalsosi bor deyotganlar. Mana uni olib borasiz, taqib qo'yasiz. Keyin yettasidan kalso do'rasiz. Yangiliklarimiz bor kelyapti. Nima yangiliklar kelyapti? Asartini kamayib qoldi. Assortiment kamayib qoldi. Telefon nomeri necha? 90 300 97 91. Menga nechi pul mana shu bitta sachuv? Menga 15 ming so'm.
qush uchaladimi bu? Agar to'g'ri kaltasiz uyda qolib ketib, to'g'rini olib keltirsangiz. Ha, qo'li. Ha, o'zi bu ham kaltalashadi-yu. Ha, qush ushlaydigan. Telefon nomerini qoldirdim. Uka, mandarin nech pul bo'lib qoldi? 23 ming aka. Qachon 20 mingga tushadi? Yo'q aka, Xitoydagi 20 mingda 20 mingga tushganda olaman. Banan nech pul? 28. 28 ming. Nokchi? 20 ming. Nok Xitoy, a? Xitoy. Nok Xitoy, bu mesniymi? Eronniki aka. Eron. Malades. Yaxshi, bolalar. Kaptar bozorini ham telefon video qiling degan odamlarga Kaptar bozorini inshaalloh video qilaman, ko'rasiz. Mana xo'rozlarning vahshiylari, induklarning vahshiylari mana. Bu nech puldan bu? 250 deyapmiz aka. 250 ming so'mdan. Necha kilo trives? Bilmagan biz qo'ymaganmiz. Примерно. Bismillah. Endi vес oladigan paytga ketdi. 3-4 kilo chiqadi trives. Uyda serobmi o'rda aka? Yana 3 ta bor mana shunaqada. 3 ta xolosmi? Bundan ham yaxshilari. Xo'roz a ular? Hammasi 7 ta. Makiyonchi? Makiyoni yo'q. 7 ta. Eshik qatta. Tuyayimda shetda ekan-ku aka. Oqidan bormi? Telefon nomeringiz necha? 90 563 06 49. Mana Marg'ilonda tuyayimida ekanlar akamiz. Bitta dona xo'roz o'rdak kerak, makorlarga qo'shib qo'yaman degan odamlarga telefon qilaverasiz. Uyda bundan ham kattalardan bor ekan. Aka. Mana Kaptar bozori do'stlar. Kaptarni tushunmayman-u, lekin bu kaptarlar do'stlar narxlarni bilib bering degan odamlarga. Aka, bular nech pul ekan? Ketib qoldilar. Hozir mana dehqonlar o'rtada bo'ladi. Dehqonlar o'rtada. Dehqonlar o'rtada bo'ladi. Mana dehqonlar. Arzon turishlar. Arzon purish dehqonlar o'rtada bo'ladi. Olib sotadilar, chekkaga to'planib oladi. Ularning eskidan joyi bo'ladi, aka. Bu kaptar haqida qanaqa ma'lumot berasiz? aka. Bu kaptar kim ekan? Hoji tog'a keling. Hoji tog'a, bu kaptarlar haqida ma'lumot berasizmi? Bular qanaqa sorti? Nech pul bular? Kelinchi? Bu Anjon. Ko'rsatib bering, aytib bering, Andijon. Andijonlar ko'rsating. Nech pul bular? Jupami? Jupa 1,5 million. Sort Andijonmi? Ha? Andijon. Gulbodam degan. Gulbodam degan ekan mana do'stlar. Kaptar ishqibozlari uchun bitta syomka qilaman inshaalloh, ko'rasizlar. Kaptarlar. Ya pasidanglarchi mana qoralari. Bularchi? Ha? Bo'ldi aka, qaytayotib video qilaman. Taomlanib olaveringlar. Mana Kaptar bozori bu. Marg'ilondagi Kaptar bozori do'stlar. Bu kimdan bular aka? Nech pul bular? 1,5 million jupa. Nima degan so'z? Qizil hakka. Maşallah. Eshik qayerda sizniki? Lo'li mahallada. Eshik qayerda? Lo'li mahallada. Lo'lida bu. Lo'li. Lo'limi, lo'li basmi inson bo'lsin birinchi o'rinda. Lo'lida. To'g'rimi? Biriklatda lo'lisa dadamga borib aytib beribdi. O'g'lingiz mana lo'li deyapti. Nima dedingiz? Dadam bu lo'li emas. Bu sen lo'li emassan, bu o'zi lo'li. Sen suyapti. Ha, bu lo'li emas, sen o'zing lo'lisan dedilar. Dadam sen lo'lisan, bu bari yosh bola qanday aşağı suyapti. Nasıl ko'rdiki? Ha, aka. Ajoyib. Ajoyib odam aka.
Beyler, minge bir. Mingga Minge beş. mingga 5 ta. Bu so'y videonidanmi mingga 5 ta deyapti? Bularni uchirib turadigan qoladi odamlar. Uchirib tushirolmaydiganidan ekan. Nech pul bular? 60 ming, 70 ming. 60 ming, 70 ming. Faqat uchirgani bular. Haligi aytyaptiki, bitta kaptarni ko'rsatib 20 ming dollar, 30 ming dollar deya bormi shu narsalar? Bitta yo'q. Yo o'zi bormi? Bor, bo'ladi. Toshkentliklar ko'rsatyapti-yu. O'zi ana shunaqa 20 ming, 30 ming dollarlik kaptar bor. Bor. Ha, bor ekan mana. Soyi olib chiqadigan bo'lsa, Soy. soyi, eski Soy. soy. Eski. Yo'q-da mana. Yo'q. 89-yildan beri ko'rganim yo'q. O'sha kaptarlar yo'q bo'lib ketdi. Yo'q bo'lib ketdi. O'shalar nech pul hozir? O'shalar hozir 20 ming dollarcha chopilib yuborishadi. Yes, subhanalloh. Men hozir qiziqtirib qo'yyapsiz, hozir kaptar boqishga o'tib ketaman. Soyi, qora soyi, oq soylar umuman yo'q. Mana do'stlar, kaptardan ham nihoyat Marg'ilon. Marg'ilonda shunaqangi kaptarlar chiqqan ekan, hozir yo'q bo'lib ketgan ekan do'stlar. Bular bo'lsa o'sha Oldin bunaqani boqmasdi. Oldin bunaqa. Ha, bular so'yibiylarda, testosteronni oshirardi. Lekin chetda gastrano. Bir joydamiz. Qimmatlarini ko'raychi, qimmatlardan bitta video qiling inshaalloh. Qimmat kaptarni qimmati qaysi qimmati? Qimmati qaysi kaptarlarda aka, qimmati? Ha, qimmatlari qaysi? Ashalarmi? Nech pul bular? Qora sochlar 1 million deyapti. Qora soch 1 million. Bizga bosib kelgan. Qora soch 1 million. Dumuqa qizili 400 ming. Dumi qizili 400 ming. Aka bu qushdi. Eshik qayerda aka? Eshik taxta ko'prikda. Marg'ilonda. Marg'ilon kaptarni rivojlantiramiz inshaalloh. Telefon nomeringizni aytchi aka. Telefon nomeri 133lik 33lik 163 163 2773. 2773. Uyda serob aka. Serob. Uyda serob ekan aka, Marg'ilondan. Mana akamiz Marg'ilon. Marg'ilon. Akamiz qushlarni otdilar. Lekin bu ba'zi bir insonlar aytayapti-ki, mana Hoji tog'am bilan bir suhbat qilaylik inshaalloh, chiroyli qilib. Qo'qondan kelishibdi. Har safar kelamiz. Mashallah. Yakshanba-chi o'zlaringga. Yakshanba o'zlariga chiqarkanlar. Andijonga ham borasiz. Ha, kelamiz. Eskitdan kaptar boqasizmi? Qimmatlari eng qimmati haligi 20 ming, 30 ming dollarlik kaptar deyap. Bormi ana shu kaptarlar? Tushunchi mana shu. Bor. Qo'qonda bormi? Bor. 20 ming, 30 ming Bor. dollarlik. Baxtiyorxon akada bor. Baxtiyorxon aka. Ha, Baxtiyorxon aka 10-haftadan oldi o'sha. Ana shu akada bor ekan. Kaptarda 50 ming dollarlar bor. 50 ming dollarlik. Undan oshiq ham bo'lishi mumkin, men eshitganim. U aka narxini sun'iy ko'tarib yuborilmaganmi? Narxi haqiqatan ham shunaqami? Bu Oliy Qozog'istonga olib ketyapti. U nihoyatda kamyob, ha? Kam yo'q. Shuning uchun qimmat. Qimmat. Ha. Bu kaptarlaringiz nech pul o'zingiz kaptarlaringiz? 200 ming. 200 ming. Har xil shunaqa. Har xil. 300 ming har xil. Mana yovvoyi bas, ha? Yo'q, chovqar bular. Ha, Chubati ekan. Chubati. Chubatilar. O'zingizni telefon nomeringizni aytchi, mana akamiz Qo'qondan kelyaptilar ekan. 90 90 567 567 85 72 85 72 Muhammadjon. Muhammadjon aka. Lekin ana shunaqa 20 ming, 30 ming dollarliklari bo'lsa, men qiziqyapman. Borsangiz olib boraman. Aytsa bitta akamiz aytdiki, eski Marg'ilon sochimi nima degan? Qora sochlari. Qora soch. O'shanaqalar yo'q bo'lib ketdi deyapti. Qo'qonda bor, Qo'qonda zo'rlari bor. Ha. Endi ularni odamlarda bor. Bitta eng qimmat kaptar nech pul? Mana shu bozorda nech pullik chiqdi? 1 millionga sotishganini ko'rdim. Ha. Eng oxirgi narxi 2,5 millionga. Hozir bormi mana shunaqa 2,5 million, 3 millionga? Uni sariqlar nech pul? Priverna. 300-400 dollarmi? 300 ming atrofida. Ha. Ash qimmat-a? Bo'ldi. Bo'ldi aka, ash qizil
Xo'p, sog' bo'ling. Yo'ldan pishdimi? Qizil to'sh. Qizil to'sh qimmat ekan. Eng qimmati bu bozorda qizil to'sh ekan mana. Qaranglar. Ustini yo'q borganman. O'nmi bor, setka. Qarang. Qarab turing. Qizil to'sh qaysi ekan qizil to'shi? Mana shular qizil to'shmi aka? Ha? Shular qizil to'shmi? Bular nech pul ekan aka? Qizil to'shlar. 1 milliondan aka. Jupimi? Donasi. Donasi 1 milliondan mana. Menimcha bozorda eng qimmat kaptar mana shu bo'lyapti shekilli hozir. 2 million jupa. Bu qizillar har xil aka. 2 tashi sariq kalsoligi bor aka. 2 jup. Kalsoligi. 400 ming so'm. 400 ming so'm jupa. Kami bor. Qizil dumlar. Qoralari-chi aka? Olalari aka mana yuksallar mana bolasi bilan 400 ming. Bolasi bilan 400 ming so'm. Ye subhanalloh, mana kaptarni qarang, mana tovuqmi bu? Mashalloh, mana uni qarang, men endi ko'rdim bunaqa kaptarni. Bu nech pul bular? Jupa 1 million. Undaqangi qimmat emas ekan, lekin. Bu o'zi sort shunaqa. Eshik qayerdan aka sizga? Kirgilidan. Mana qarang, 1 million so'm ekan jupa. Telefon nomeri necha? 91 653 3123. Telefon qilaverasizlar mana shunaqangi. Yoqali kaptarlar zarur bo'lsa. Bu akamizning telefon. Aka eshik qayerdan sizniki? O'ramdan ekansiz, mana shundan bir joydan ekamiz. Telefon nomeri necha aka? 90 632 1090. 90 632 1090. Akaga telefon qilaverasizlar mana qizil to'shlar. Agar mana shuni telefonda tanlaysizda, sekin korobkaga solib dastavka ham qilib beraveradilar Toshkentga. Keyin atga olib olib turib 5-600 dollar narx qo'yib sotaverasiz. Kalsolar taqib qo'yasiz. Aka nomerni qoldirdim, telefon qilishing inshaalloh. Qaysi? Qarang, sochni qarang. Mana shu sochmi? Sochni qarang. Chiroyliligini qarang. Qizil ko'z. Qizil ko'z bo'lgani bilan buni zot sotadi. Mana shu toza zotmi? Nech pul bu? Nima egalari bu? So'raychi. Olishdi buni. Nech pulga olding? 70 mingga. Bular shular uchadi bular. Ha, bular uchirmagan. Toshkentskiy. Hamma joyda o'zining kaptari bor ekanda, Marg'ilonda o'zini chiqargan kaptari bor ekan, Namangonda, Qo'qonda, Toshkentda, bu Toshkentning kaptari ekan mana. Qarang. So'y videolari bormi hali? Arzonlari bo'ladi. Ular yovvoyilar. Yovvoyilar. Ular yovvoyi. So'yib yeyiladi, hozir. Icheni. O'sha tog'ada bor ekan mana. Mana ashta yovvoyi kaptarlar bor ekan, inshaalloh. So'yib yesangiz bor-ku, testosteronda dabdalasini chiqarib tashlaydi mana shular. Mana shularmi yovvoyi tog'a? So'yib videolar nech pul bular? Donasi 25 mingdan. Mana. Assalomu alaykum. Ziyod tog'a, tinchmisiz? Bu bor-ku, buni to'rtta olib kirib sho'rva qilib qaynatib ichsangiz ham keyin yangi uylandimmi deb borasizda 18 yoshga qaytib qolasiz. Bu kaptar boqadigan tog'alarda asosiy o'sha boboylar mana shunaqalardan sho'rva qilib ichadi-da. Bodri turaveradi. Bitta makam ustidan to'nni kiyadi-da, kiyib to'g'ri bozorga chiqib ketaveradi qishda ham. 25 ming so'mdan Marg'ilonda gastronomda akamiz eshiklari. Telefon nomeringiz necha Ziyod aka? 91 680 55 56. Telefon qilaverasizlar, mana shundan 4 ta bering deysizda, olib borib turib, so'yib turib, bismillohu akbar. Tayyor pastda ham turadi. Mana. 4 tasini bitta sho'rva qilib iching, keyin menga aytasiz, nimaga bunaqa bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti. Keyin xotinam haqqingizga duo qiladi. O kaptar tog'ani ismlari nima edi? Haqqiga duo qilaylik deydi-da inshaalloh. Ha, o'zida. Mana akamiz o'zlari ham 4 ta deyapti. Inshaalloh. Yovvoyilar 25 ming so'mdan. Endi inshaalloh kaptar bozordan sekin chiqib ketaveramiz. Kaptarlar ko'rlang narxi. Mana shu ham chiroyli kaptar ekan. Nech pul ekan shu? Egasi nech pul ekan narxi?
500 ming jupa. Nomi nima aka? Chilo degan ekan. Ona Chilon. Oldi umi nihoyatda chiroyli ekan. Mana kaptarlar qani turishini. Subhanalloh, xo'rozga o'xshaydi. Bu kaptarlar bor ekan. Bular ham sizdanmi aka? Nech pul bular? Manu. Miramirga o'xshagan nech pul? 100 ming. O'zi miramir ekan. Qoralarchi? Kattası 150 ming, kichkinalari 50 ming. Eshik qayerda aka? Kaminatda ekan. Telefon nomeri necha? Telefon nomeringiz? Yo'q, a? Bo'ldi aka mana. Mana kaptarlar ko'rdi. Inshaalloh sekin. Aka bu bo'yalganmi boshi? Ha, belga qilib qo'yilgan. Ha, men sizga to'g'ri shunaqami ekan. Tepadaglar katta ekan. Inshaalloh kaptarlarni ham oldim do'stlar. Yarim soat video bo'ldi inshaalloh. Bu videomiz YouTube uchun bo'ldi inshaalloh. Duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Assalomu alaykum.